10-chi bob. Abimelek o'lgandan keyin İsakar qabilasidan bo'lgan Puahning o'g'li Dodoning navrisi Tolah İsrail xalqini qutqizish uchun o'tirg'i chiqdi. U Efraim tog'liq rayonining Shamir degan yerida yashaydi. U İsraillarga 23 yil sardor bo'ldi. U olamdan o'tgandan keyin Shamirga dafn qilindi. Tolah olamdan o'tgandan keyin Gilatlik Yayir o'tirg'i chiqib, İsraillarga 22 yil sardor bo'ldi. Yayirning 30 o'g'li bo'lib, ular 30 eshakka minib yuribdi. Ularning ilkida 30 shahar bor edi. Bu shaharlar Gilat zeminida bo'lib, hozirmi Yayirning shaharlari deb atiladi. Yayir olamdan o'tgandan keyin Qamon shahriga dafn qilindi. İsraillar Parvardigorning nazarida yana yomon ish qildi. Ular Baal va Ashtorat degan butlarga cho'qindi. Shundaqla Suriya, Sidon, Moab, Ammon va Filistiyaliklarning ilohlariga cho'qindi. Ular Parvardigorga xizmat qilishdan voz kechib, uningdan yuz o'rdi. Shuning bilan Parvardigorning İsraillarga qahr g'azabi qaynab teshib, ularni Filistiyaliklar bilan Amonlarning qo'liga tushirib berdi. Shuningdan boshlab Filistiyaliklar bilan Amonlar İsraillarni ezib, zulm qilishga boshladi. Yordan daryosining sharqidagi Amorlarning burunqi zemini bo'lgan Gilat zeminida yashayotgan İsraillar 18 yil qattiq ezildi. Amonlar Yordan daryosidan o'tib, Yahuda, Binyamin va Efraim qabilasiga hujum qildi. İsraillar qattiq mushkulotda qoldi. İsraillar Parvardigorga, biz sen Xudoyimizdan yuz o'rib, Baalga cho'qinib, sening oldingda gunoh o'tkazdik deb noli faryod qildi. Parvardigor İsraillarga, men sizlarni Misrliklar, Amorlar, Amonlar va Filistiyaliklardan qutqizmaganmi? Sidonliklar, Amaleklar va Muonlar sizlarni ezgan chaqda sizlar menga nola qilganinglarda sizlarni ularning qo'lidan qutqizdim. Ammo sizlar mendan yuz o'rib, yolg'on ilohlarga cho'qindinglar. Shuning uchun endi men sizlarni qutqizmayman. Beringlar. O'zinglar talib olgan ilohlaringlarga yelininglar. Mushkulotda qolganinglarda ular sizlarni qutqizsin, dedi. İsraillar Parvardigorga yana yelinib, biz gunoh o'tkazdik. Bizni nima qilishni xohlasang, shunda qilg'aysan. Lekin bizni bugun qutqizg'aysan, dedi. Shuning bilan ular yot ilohlarini tashlab, Parvardigorga yana xizmat qildi. Parvardigor oxiri İsraillarning zulm tortishiga qarab turolmadi. Amonlar yetib kelib, Gilat zeminiga bargoh qurdi. İsraillarmi to'plashib, Mizpah shahriga bargoh qurdi. Gilatlik oqsoqollar bir-biriga, kim avval Amonlarga hujum qilsa, u biz Gilatliklarning boshlig'i bo'ladi, deyishdi.